Qalbda ayolingizga mehringiz bormi? Qizg'onmasdan bering egasiga bu mehrni. Taltayib ketadi demang. Ayolni mehri buzmaydi, uni e'tiborsizlik buzadi. Aytmasam ham biladi demang. Ayol uchun eshitish, his qilish juda ham muhim. Endi biz ayollar shunaqamizda, shunaqa yaratilganmiz. E'tirozingiz bo'lsa faqat o'ziga murojaat qiling. Mehr tuyg'usi o'zi shunaqaki, sen mening dunyoyimda borliging uchun baxtiyorman degan tuyg'u va uni tez-tez aytib turishingizda, izhor qilishingizda gap ko'p. Negaki qalbingizda o'zga bir insonga nisbatan tuyg'u joylansa, bilingki, uni ulashish kerak. Mehr ulashilganda ko'payadi. Yashirilganda esa so'nadi.